Xotin? Ha, men bu yerdaman. Yaxshi keldingizmi dadasi? Xotin, senga nima bo'ldi? Bilmayman. Shu kuni bilan mazam bo'lmadi. Mazam yo'q deysanmi? Nima bo'ldi senga? Iftorligimga ovqat pishirdingmi? Yo'q dadasi, mazam bo'lmadi. Sizga ovqat qila olmadim. Qanaqasiga ovqat pishira olmading? Bugun ro'za tutganman, iftorlikka bilasan. Ko'chadan charchab kelyapman, ovqatlanaman deb uyimda. Hozir qilib beraman dadasi. Kerak emas endi, o'tir uyda. Bolalar bilan ko'chada ovqatlanib kelaman. Xotin, men ahmoqni kechir. Hozir dori bilan ovqatlanishga ovqat olib kelaman. Maza qilib ovqatlanib o'tiramiz. Rahmat dadasi. O'layam bo'lsin.